Namangan viloyati turizm boshqarmasi hamkorligida O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati viloyatdagi turizm sohasi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Ushbu ochiq muloqotda hududdagi turizm va aviaagentliklar faoliyatini rivojlantirish, mavjud masalalarni muhokama qilish hamda o'zaro hamkorlikni mustahkamlash ko'zda tutildi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi muntazam ravishda o'sha tizimli tarzda sayyor qabul, ochiq muloqotlarni o'tkazadi. Mana ko'rib turganingizdek, bugun tadbirkorlar, agentlar, aeroport xodimlari, turizm sohasi vakillari tashrif buyurishdi. Tegishlilik jihatdan juda ko'p savollar berishdi, o'zlarini muammoli savollariga oydinlik kiritishdi. Ayrimlari masalan muddat talab qiladigan savollar bo'ldi, ayrimlari haqiqatan imkoniyat bilan ehtiyoj talab haqidagi savollar bo'ldi, ayrimlari hoziroq hal qilingan savollar bo'ldi. Endi murojaatlarni biz yozma, og'zaki va o'sha onlayn tarzda qabul qilamiz va hozirda o'zida o'sha aytgan savollarni yana qoralama qilinglar iltimos, yana ham chuqurroq o'rganib berishimiz uchun deb biz botma-bot takrorladik. Endi umuman Namangan viloyati miqyosida O'zbekiston Airways aviaqatnovlarini hisobini oladigan bo'lsak, haftasiga jami 26 ta qatnovni amalga oshirmoqda. Shundan 20 tasi xalqaro, 6 tasi mahalliy qatnovlar hisoblanadi. Ulardan O'zbekiston Airways aviakompaniyasi haftasiga 3 marta parvoz qiladi, Silkavi aviakompaniyamiz ham haftasiga 3 marta o'sha Toshkent, Namangan, Toshkent parvozlarini amalga oshiradi. Eng ko'p parvozlar amalga oshiriladigan manzil bu Moskva, Sochi, Ufa, Nijnevartovsk. Moskva haftasiga 7 marta, Sochi, Ufa, Nijnevartovsk haftasiga 2 martadan. Namangan viloyatida Uz Airways kompaniyasini sayyor qabuli, ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Namangan viloyatidagi turizm salohiyati yuqori bo'lgan tur operatorlar, tur agentlar va o'sha aviakassa bilan shug'ullanadigan mutaxassislar o'zlarini qiziqtirgan savollarni Uz Airways kompaniyasiga berishdi va o'zlariga kerakli bo'lgan savollar va taklif muammolar bo'yicha kerakli tushunchalarni olishdi. Bundan tashqari Uz Airways kompaniyasining kelajakdagi rejalari, qanaqa reyslar, xalqaro va mahalliy reyslarni qo'yishlari bo'yicha ham o'sha aynan tur operatorlar savollar berishdi va o'sha Uz Airways kompaniyasi yangi reyslar bo'yicha, mahalliy reyslar, xalqaro reyslar bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borishdi va bundan tashqari o'sha Namangan viloyatidagi tur operatorlar har xil vaziyatlarda o'zlarini qiziqtirgan savollarni va o'sha tizimda bo'layotgan har xil muammolarni yechish maqsadida Uz Airways kompaniyasi o'zini call centeri doimiy aloqaga chiqish bo'yicha qo'shimcha operatorlarni aloqa raqamlarini berishdi va bugungi kunda, hozirgi kunda Uz Airways kompaniyasi bilan Namangan viloyatining tur biznes vakillari qo'shimcha shartnomalar imzolanmoqda. Aviaqatnovlarning sifati va xavfsizligining oshishi tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi hamda insonlarning sayohatga bo'lgan ishtiyoqlarini oshishiga olib keladi.